O'rtoqlar, bu videoda dehqonlardan ham chiqibdi, ko'p chiqibdi. Mana shuni ham xudo xolasa unchunchasi qaralmaydi. Mashina olgan ekanlar, mana Lifan, zavodskiy narsa arzonga berib yuboriladi. Mana Kia 1 tonnalik Vonga olaman desanglar, mana yana dehqonlardan unchunchasi qaralmaydi. Mana xudo xolasa arzon olib maza qilmaydi. Mana changga 6000 yana kelishamiz deb aytibdi o'rtoqlar. Xudo xolasa mana 23-yil changan ham bor. Variantini ham qilib beramiz, xudo xolasa deyaptilar. Assalomu alaykum. 7-iyun yakshanba Namangan mashina bozori turibmiz o'rtoqlar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, ancha qiziqarli bo'ldi. Ko'ringlar maza qilib, xudo xolasa sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilinglar. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiradi. Bozorga borib o'tirmaysiz. Mana bozor ko'rib turibsizlar mana. O'tirishdi, damda olishib, xudo xolasa. Endi sizda tur vaqtingizga pulni yo'lda qilsanglar, uyingizda maza qilasiz. 24 soat ushbu raqamlarga telefon, Telegram, WhatsApp aloqa chiqsanglar, kelishib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Buyurtma beringlar, chiqarib beramiz. O'rtoqlar, iltimos prosmotr ko'paytiraylik. Like-ni erinmasdan bosib ketinglar. Rahmat, ketdik. Yil yangisidan changallar qidirayotganlar bormi o'rtoqlar? Xudo xolasa ko'ryapsizlar. 5000 puli bo'lsa, variantga ham qilib beramiz. Mashina top-toza. Top-toza, ko'ringlar. 61 ming yurgan 23-yil lyuksda endi aka. Bu 98 ta aka. 98 talik motor. Ko'ringlarchi, uzunligi 270 ha aka. 270 bo'ladi. Salonlari mana ko'ringlar. Endi yangi 23-yilgi mashina. 61 ming yurgan xolos ekan. Xudo xolasa narxini 10 mingdan tushib beraveramiz dedingizmi? 10 mingdan tushib beramiz. Endi yili 23. Telefon qilib gaz gaz bu gen chiqadimi usta? Gen chiqadi. Taglari ham ko'ringlar, yaxshi tutgan taglari ham zo'r aka. O'zingiz nomingizda olib qo'yish kerak o'rtoqlar. 5000 puli bo'lgani, puli borlarga ham mana variantga qilib beraveramiz deyaptilar. Telefon raqam oldi turibdi. Mashina tayyor, hech qanaqa ishi yo'q. 99lik 970 0401. Ismingiz nima edi? Lutfulla aka deylar. Nimami? Motor qancha yurgandi bu? 61 ming yurgan. Toza mashina ekan. Olib maza qilib minaverasizlar. Toza. O'rtoqlar, endi changallarcha qimmatroq, lekin o'sha yukda oladigan zavodskiy mashina kerak, puli yengilroq deganlar bo'lsa o'rtoqlar, mana tayyor xudo xolasa, bu ham zavodskiy narsa, Lifan deyiladi. 91 talik motor dedingiz, ha? Kraska qanaqa usta? Qayerda? Krel bilan u yoqdami? Krel bilan teshigida bor deyaptilar. Xudo xolasa dehqonlarning o'rtoqlar mashina olgandim, shunga pul zaharlab qoldi. Endi chumchasiga qaralmaydi. Naq puli bo'lsa, arzonga ham beraveramiz deb aytibdilar. Xudo xolasa kelishiladi. Balonlarni ko'ringlar. Yaxshi bo'lib turibdi. Motor yaqinda qildi. Motor yangi bosildi, ochilmagan. Yangi bosilibdi motor aka. Xullas, lyuks konditsionerlari ishlaydi aka. O'ynaylar mana elektronik ekan o'rtoqlar. Lifan, mana bu ham Xitoyniki. Aka, zapchastdan qiynalmadingizmi motorda? Zapchast bez muammo. Zapchast muammosiz. Bu necha metr dedingiz? Bu 280 aka mana uzunligi. 2 tonna yukda oladi, xudo xolasa. 2 tonna yukda oladi mana resorlar. Rama butunmi aka? Tekshirib olaverasizlar o'rtoqlar mana. Keyin. Gazi nechta buni? 80 talik. Gazga urilgan, hamma ruxsatlari bor. Yili necha dedingiz? 2018 yili, ne aytmoqman o'rtoqlar? 2018-yil. Yili ham unaqa 12, 13, 14 emas, yili yaxshi. Xudo xolasa, tentga bo'lgan-a dokument. Yuk Word tent bo'lgan ekan mana, tentlar ham yukni taglari mana rezinka ekan, yonlari lis ekan. Tayyor. Olib turib ishlataverasizlar, xudo xolasa. Balonlari ham yaxshi ekan. Keling aka, bitta pulini kelishtiraylik shek. Nech pul deyapsiz bozorda? 6,5 ming. Kam bor deyapsiz. Sunnatga o'tib beramiz. Aka, kishtir bo'lsa 6 dan tushadi, tushun. Telefon qilsin, gaplashamiz. Demak, kelishlar shekilli. Mashina xudo xolasa bemalol buni ko'rib oladi. Telefon raqamingizni bering endi. 88lik 680 01 01 01. Ismingiz? Bek. Begalimi?
Begal akada murojaat qilinglar. Dokumentlar joyida. Keyin chiqarib beraversa, aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin aka. O'rtoqlar, xudo xolasa puli ham yaxshi. Hamyon bop ekan. 2014-yil dubl salon Changan aka. Hop, qancha 300 340 ming atrofida yurgan ekan. Kraskasini aytib o'rasiz aka. Ikkita eshigida bu tarafida bor. Narxi ham yaxshi, hamyon bop dedim. 6 dan tushamiz deyapsizmi aka? 6 dan ozmoz kelishtirib beramiz. Shu 5,5-6 atrofida bitiramiz xudo xolasa deb aytayaptilar. Telefon qilinglarchi, mana tayyor zavodskiy dubl salon Changan ekan. Puli 4000 pulinglar bo'lsa, mayli kutib turavering, variantga ham kelishaveramiz deb aytishdi. Salonlar linoleumlari bor, sidinalar, mana chexollar salonda ish yo'q ekan, xudo xolasa, mana yaxshi turibdi. 69 tali motor. Rasxod yo'qmi aka? Rasxod yo'q. 2 metr bo'ladi kuzov, listlari bor. Mana olib ish qilaverasizlar, xudo xolasa. Mana ko'ringlarchi. Qo'l metan, propan ekan. Propan. Nechtali bu propan aka? 50 tali propan ekan. Qancha yuradi shunga? 400 oshiq yuradi. Xo'p. Ha, endi o'sha narx, ha? 6 ozmoz kam bor ekan. 4 pullar bo'lsa ham variantga endi kelishamiz deyapti. Telefon raqam bering. 97 824 66 77. Ismingiz nima aka? Azamboy akada murojaat qilinglar aka. Genchqada? Yo'q, Oformit qilamizmi? Bo'pti-chi, yordam beraverasizlar oformitga keyin. Kelishiladi-da. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Sotilammi Dongfeng usta? Necha yili? 13-yil. Hammer stilda chiqqanida assalomu alaykum aka. Zavodskiy narsa aka. Zavodskiy Dongfeng qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa. Hop. Tushunmadim. Kuz 14 yozgan. Aha. Pasportda 13. 231 ming yurgan. 231 ming yurgan. Endi kraskasini aytib o'rasiz aka. Kraskasi bordir, a? O'rtalar endi bortlarda bo'ladi, yuk tushiradi, chiqadi. Endi galovasida nima deysiz aka? Bormi bu yerda? Galavasida endi biz ikkinchi qo'l olganmiz. Aha. Tekshirib olaverar ekan-a. Qancha yurgan dedingiz? Bu nechtali motor bo'ladi aka? Motorini bilmayman, biz ham haligi qaytdek qoldi. Aka, bu nechtali motor chiqqan? 62 ta deydi, nechta bo'ladi bu? 60 58 talik ham bor. 52 taliksi ham bor, 50 taliksi hali kichikroq bo'ladi. Bu menimcha shu 60 dan 70 atrofida. Xullas 68 talik to'g'ri. Ularga best motor shu veradi. Lekin o'zining radnoy motori. O'rtoqlar mana birgalari. Yaxshi aka. Xudo xolasa bu necha metr bo'ladi? Bu uzunroq shekil, ha? Changandan uzunroq menimcha, ko'zimga uzun ko'rinyapti. Listlari bor, ishlab turgan ekan, ha? Bu o'sha 290, ha? Shunaqa atrof bor shekilli. 280 mi 85 shunaqa atrofida ekan. Ha. Metan bo'lgan bu. Benzin. Xo'p, metani bor. Nechta usta? 80 tali bo'lsa kerak, ha? Xo'p. Bo'pti aka, bir pulidan bir kelishtirib ayting, sotilib ketsin xudo xolasa. Bozorda sotmasangiz mana olaman deb yurganlar kelishtirib, endi Changaldan yengilroq narx, ha aka? Yuk to'shiydigan mashina. Ha. 2 tonna oshiq olaveradi, ha? Risol qo'shish kerak, oladi. Biz endi 1 tonna yuk yuklaganmiz. Bundan yuklamayapmiz. Qancha mindingiz aka? Bo'lsa mingan bo'lsam 30 ming yurdim chiqdi. 30 ming yurdingiz. Bo'ldi aka. 200 ming o'sha atrofidaligida olganda o'zi 231 ming bo'ldi. Aka, motor charchab qolmaganmi? Olib qilganman. Motor qildingiz? Aha. Qildim. Korobka yangi bosib qo'yganman. 600 dollarga. Hadovoylari yaxshidir, ha? Xohlasa. Aha. Yo'q bo'lmasa qildirib o'lchaverasiz. Ha. Pulda ayting aka. Puli xohlasa endi 6,5 ming ko'zlab turibmiz. Ko'zlamang, 6 dan tushing, sotilib ketsin aka. 6,5 demang. Xudo xolasa 6 ming puli bor naqdga xudo xohlasa. kelishaveramiz, ha? Necha ajdani qolsa-chi? Nima qilamiz?
3000, 4000. Biz bordi, bo'lmasa hep chiqib Ha, qoldi. o'zlarini ko'rdi dehqonlar ekan. Bering telefon raqam. Assalomu alaykum aka. Charchamaysiz. Do'shizdan tanidim. Rahmat aka. Ismingiz nima? Xo'jaga barisi. Hozir qayerdansiz? Qo'qondan. Qo'qonliklar bir like bosib qo'yinglar, taniganlar bo'lsa. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. 90 yo'q. 90lik, ha? 260 260 0050. 0050. Ismingiz nima aka? Raqamjon aka. Abdurahim aka deb yozibdilar. Shunaqami? Abdurahimmi? Bozoringizni bersin aka. Rahmat. Gen berasiz? Ha, uzun nomida. Ha, gen chiqadi. Haliga sintofon chiqaradigan zavodimiz bor. Aha. Sintofon bilsangiz haliga rosa bo'lsa 10 ta 15 ta ulanib 100 kunlar 400 kunlar narsa chiqadi xolos. Aha. Shunaqa narsa yuklab to'shilgan xolos. Hali yuklamaganmiz. u vesga og'rimi, ob'yom katta bo'lsa, katta, ves yengilda, o'shanga biz mashina kuchaymaydi. Zo'rroq mashina olganmiz. Labo olmoqchi edi. Qarasamga sig'mas ekan chunki. Aka bozoringlar bersin. Rahmat. Dehqonlardan o'rtoqlar uncha-munchasi xudo xolasa qaralmaydi. 2011-yil ekan Kia Bongo o'sha 1 tonnaligidan bu katta bo'tka. izotermizda, ha? Yo'q, bo'tkani o'zi tepasi ochiladi. Ha, shtorkali, ha? Shtorkali o'rtoqlar, ko'ringlarchi. Motor qanaqa ekan usta? Motor propan, zavodskiy 3 tali propan motor, 39. 159 tali propan motor. 159 talik zavodskiy propan motor. Kraska nima dedingiz? Kraska endi buni aytib bor, kuzovoyda bo'ladi bari. Aytib bor, Gurzovoyda bo'ladi bari debdi. Tekshirib olaverasiz-da. Yurganichi, yurgani 571.556 kilometr ko'rsatyapti. O'rtoqlar, ishlab turgan mashina ekan. Yaxshi. Ana balon holatlari 1 tonnalik, endi bongolar qo'sh balon bo'ladi bilasizlar. Har doimgidek. Ana ichini ochishda iloji yo'q, chunki mana sharoitni ko'rib turibsizlar. Texnika ko'p, odamdan ko'p texnika. Zavod propan. Bir to'ldirsak esdan chiqib ketadi, qancha yurar ekan shunga? O'sha 10-12 litr propan chetda, u bilan 12 litr orasida. Yuziga ya? Ha, yuziga 10 bilan 12 litr. Ancha yurar ekan. Xo'p. Aka, xudo xolasa tayyor. Uzunligi bilan 3 metrga bormaydi, 280 shunaqa bo'ladimi? 285 mi? 285 bo'ladi. 3 metrligi bu. Ha? 5ligi 5 spanli ekan. Ha. Yo, bo'tka boshqa uzun bo'tka qo'yilgan. Ha, 3 metrlik ekan. Xo'p. Narxni aytingiz aka. Buni 13,5 deb kelishtirib beramiz. 13,5 kami bor. Qo'lda turibdi o'sha turish. Dehqonlardan o'rtoqlar endi narxni aytishaveradi, kelib baraka qilib maqsadlar ancha arzonga ham tushib bersa kerak, xudo xolasa. Ey, sizdanmi aka bu? Sizdanmi aka? 13 u yo'q deyapsizlar, bir 7-8 puli bo'lsa, uncha kutib turaverasizlarmi? Faqat Naqdga. Barter ham yo'q, ha? Bo'ldi. Bozoringizni bersin, telefoningizni oldimi? Telefonni oldi turdi, oldingizni. Telefonlarni olib ketaylik o'rtoqlar. Telefon 99lik 511 94 86 aloqaga chiqarasizlar. Ismingiz nima edi aka? Hamidulla aka deydilar. Bozoringizni bersin. Gen chiqadimi? Generalni 1,5 yilga chiqadi xolos. Bo'ldi, bozoringlar bersin. Hop. Tak, savdo bo'lyapti chekilmay, xalaqit qilmaylik. O'rtoqlar, menimcha tak. O'rtoqlar, dehqonlardan o'zingizniki, xudo xolasa Dongfengda o'sha bu ham Hammer stilidan yili necha usta? 14-yil. Nechtali motor? 64 talik. 64 talik. Sizga ham shunaqa bo'lsa kerak, ha? 64 talik bo'lsa kerak. Bu ham mana 64 ta. Bu ham 280 likmi uzunligi? Ko'zi toza 3 metr. İçini o'zi uzun ekan Dongfenglar o'rtoqlar. Xudo xolasa listlar qilingan. Buni video yaxshi ekan. Ey, narxini ayting aka, narxini kelishib olaylik. 6 kelishtirib beriladi. Yaxshi. Zapchastdan qiynalmaydi, xudo xolasa aka. Ana resorlar 1,5-2 tonna olaveradi aka. 1,5 tonna duraylik, ha? Zavodskiy mashina bular. Zavodskiy kesib tayyorlanmagan.
Gazi nechta turibdi aka bu? 80 ta. 80 ta. Qancha Yuzinga ham o'tadi. qancha yuradi aka 80 taga? 250 yuradi. Aha. Probegi qanaqa aka? Motordagiga 8000 yuribdi. Ha, yaqinda motor bo'ldi. Hadovoylar qilinganmi aka? Qilingan, hamma radiatori yangi. Shaldirib yormaydi, yursa, xudo xolasa aka. Hadovoylar hamma yoq zo'ra. Yumshoq mashina bu. Yashang. Kraskasi aka? Kraska bor. Bor-a? Kraska bor. Xo'p, 14-yil o'rtoqlar, 64 tali motor tayyor, video ham tushirildi dehqonlardan. Xudo xolasa kelishtirib 6000 deyapsiz. 6000 Tushib beriladi bu yog'ini. O'zimizning nomimizda genam bo'lar edi, o'tkazma bo'lar edi. Qayerdan aka? To'raqo'rg'on. Qayerda? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'onning o'zidan ekanlar, shaydan ekanlar. Aka, telefon raqam bering endi. 93 93lik 671 671 97 97 17 17. Ismingiz? Siroy. Isroiljon aka deb murojaat qilinglar. Aka, bozoringizni bersin. Olib maza qilmanglar o'rtoqlar. Chiroyli bo'lgan video yaxshi ekan.